Assalomu alaykum. Farg'ona suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati axborot xizmati tomonidan iste'molchilar bilan yanada yaqinroq bo'lish maqsadida ko'prik tok-shousini sizga namoyish etamiz. Aynan bizning maqsadimiz esa mas'ullar hamda iste'molchilar orasidagi ko'prikni yanada yaqinlashtirish. Hurmatli iste'molchilar, aynan bugungi dasturimizga Farg'ona suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyatining mas'ul xodimlarini taklif etganmiz. Sizni qiziqtirayotgan savollarga albatta bugun javob olib o'tamiz. Savolimiz shundan iboratki, Farg'ona suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyatining mijozlar bo'limi mutaxassisi Ergashev Jasurbek sizga bo'ladi. Hammamizning xabarimiz bor, ba'zilarimiz aynan mana shu holat yuzasidan ham bir jarimaga tortilgan bo'lishimiz mumkin bo'ladi. Issiq kunlarida belgilangan o'sha vaqtdan tashqarida ichimlik suvi bilan sug'orish ishlarini amalga oshirayotgan paytimizda suv ta'minoti nazoratchisi xodimi kelib bizni aynan bu holatda noqonuniy foydalanayotganimizni tushuntirib o'tadi. Bunday holatlarda iste'molchilar jarimaga tortilishi kerakmi o'zi? Assalomu alaykum hurmatli iste'molchilar. Ahror aka, hozirgi kun dolzarb savollardan birini berdingiz. Jazirama issiq kunlarda ichimlik suvidan ekin maydonlari hamda dov-daraxtlarni sug'orish holatlari kuzatilmoqda. Aslida bu holatda tartib qanday? Vazirlar Mahkamasining 194 qarori 4-bo'lim 96-bandda belgilab o'tilgan. Hududda irrigatsiya suvlari mavjud bo'lmagan hollarda tungi soat 12 dan tongi soat 5 gacha ekin maydonlari hamda dov-daraxtlarni ichimlik suvidan sug'orish mumkin bo'ladi. Agarda belgilangan vaqtdan tashqari bo'lgan hollarda ushbu holat kuzatilsa, tegishli tartibda davlat tomonidan rasmiylashtiriladi hamda aholi iste'molchilari 87-A bandi bilan, yuridik iste'molchilar 87-B bandi bilan qayta hisobga qilinadi. Iste'molchilarimizdan so'rab qolamizki, muammoga duch kelmaslik uchun faqatgina belgilangan vaqtda sug'orish ishlari olib borishsin. Xo'p, rahmat Jasurbek javoblar uchun. Endigi savolimiz aynan Farg'ona suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati qurilish bo'limi boshlig'i Shayipov Nozimjonga bo'ladi. Nozimjon, bizda murojaat kanallarimizda shunday savollar yetib keladiki, bizni mahallamizda ichimlik suvi yo'q yoki bizni qishlog'imizda ichimlik suvi yo'q. Nega bizga ichimlik suvi tortib bermayapsizlar degan murojaatlar keladi-da. Aynan mana shu holatlarda qishloq ahli, mahalla fuqarolari aynan ichimlik suvini mahallasiga olib kelish uchun qanday yo'llar tutish kerak? Nima qilish kerak? Assalomu alaykum hurmatli iste'molchilar. Ichimlik suv bilan ta'minlanmagan hududlarda ichimlik suv bilan ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 25-sentyabrdagi PF 674 sonli farmoniga asosan Xalq deputatlari Farg'ona viloyat kengashining takliflariga asosan davlat dasturiga kiritiladi hamda respublika byudjeti hisobidan barcha suvlashmagan hududlar ichimlik suv bilan ta'minlanadi. Ichimlik suv bilan ta'minlanmagan hududlarni ichimlik suv bilan ta'minlash maqsadida shahar va tuman xalq deputatlari kengashlariga murojaat qilish maqsadga muvofiq. Rahmat javoblar uchun. Hurmatli iste'molchilar, o'zingiz tinglayapsiz, guvoh bo'lyapsiz. Demak, hududingizga ichimlik suvi ta'minoti kirib borish uchun birinchi o'rinda siz o'zingiz qo'llab-quvvatlagansiz, nomzodiga ovoz bergansiz. Aynan deputatingizga borib murojaat qilishingiz kerak bo'ladi va deputat sessiyaga olib kirib, meni aholimda mana shunday muammolar bor, mana shu muammo qiynayapti degan so'rovni qo'yish kerak bo'ladi. Navbatdagi savolimiz Farg'ona suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati metrologiya bo'limi bosh mutaxassisi Rahmiddinov Sardorbekka bo'ladi. Sardorbek, aynan iste'molchilarimiz xonadonga ichimlik suvi hisoblagich qo'yish, o'rnatish tartiblarini tushuntirib o'tsangiz. Assalomu alaykum hurmatli iste'molchilar. Suv hisoblagich uskunasini billing bazasiga tushirish uchun birinchi o'rinda davlat xizmatlariga borib, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 20-avgustdagi 698-son qaroriga asosan suv hisoblagich uskunasini tamg'alash uchun ariza topshiradi va ariza 9 kun ish kunida bizni xodimlar borib tamg'alaydi va bazaga tushiradi. Ushbu holatda qonun doirasida sizning suv hisoblagich uskunangiz ro'yxatdan o'tganligi bizning bazada ko'rinadi. Yana shu o'rinda bitta savol kelib tushadi. Iste'molchi o'zi sotib olish kerakmi suv hisoblagichni yoki suv ta'minoti korxonasi tomonidan beriladimi? Ushbu savolni ham juda to'g'ri berdingiz Ahror aka.
hozirda bizning iste'molchilarimiz suv hisoblagich uskunasini o'zlari xohlagan do'konlardan xarid qilishlari mumkin va albatta uni birinchi o'rinda sertifikatini ko'rib olishlari kerak. Yana bir holat albatta o'ylantiradi. Bugun Farg'ona suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyatida aynan iste'molchilar tomonidan to'lov madaniyati juda ham bir susayib ketmoqda. Bunday holatlarda jamiyat tomonidan, aynan jamiyatning yuridik bo'limi tomonidan qanday ishlar amalga oshirilyapti undirish bo'yicha? Demak, so'z navbatini Farg'ona suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati yurist konsulti Umarov Shohruxbekka beramiz. Assalomu alaykum hurmatli iste'molchilar. Farg'ona suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati huquqshunoslik bo'limi tomonidan 2026-yil 6 oy yakuni bo'yicha jami 4276 ta 22 milliard 634 million so'mlik debitor qarzdorlik hamda aniqlangan noqonuniy holatlar bo'yicha aholi va ulgurji tashkilotlar tarmoqdan uzilib, notarius va sudlarga da'vo arizalar kiritilgan bo'lib, notariusning ijro xatlari hamda sudlarning hal qiluv qarorlariga asosan majburiy tartibda undirish choralarini ko'rish maqsadida tegishlilik bo'yicha majburiy ijro byurosi organlariga yuborilib, hamkorlikda undirish choralari ko'rilmoqda. Hurmatli iste'molchilar, ichimlik suvi haqqini o'z vaqtida to'lashni aslo unutmang. Aks holda o'zingiz guvohlik qilganingizdek, yurist konsult sizga tushunchani berib o'tdi. Sizga ham nisbatan ijro hujjatlari tiklanadi va har xil mana shunday ko'ngil buzishlarga bir duchor bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Endigi savolimiz esa murojaatlarga kelamiz. Juda ham ko'p murojaatlar keladi. Bu murojaatlarni yechimi nima bilan yakunlanadi? Dasturimiz mehmoni esa Toshaliyev Abbosbek. Abbosbek ayni kunlarda Farg'ona suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyatiga kelib tushayotgan murojaatlar va bularning yechimi haqida gapirib o'tsangiz. Assalomu alaykum hurmatli iste'molchilar. Joriy yilning iyun oyi davomida jamiyatimiz va shahar tuman bo'limlariga jami 162 ta murojaatlar kelib tushgan bo'lib, bularning 99 tasi, ya'ni 75% ijobiy holatda yopilganligi, 32 tasi huquqiy ma'lumotga erishish orqali hal qilinganligi va hozirgi kunda murojaatlarning 32 tasi o'rganish ishlari olib borilmoqda. Hurmatli iste'molchilar, aynan Farg'ona suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati axborot xizmati tomonidan tashkil etilgan Ko'prik tok-shousining birinchi dasturiga yakun yasaymiz. Albatta sizni qiziqtirgan savollarni mana shu videoni ko'rib muhokamalariga yozing. Kelgusi juma kuni aynan sizni savollaringizga ham yechim topib beramiz. Ichimlik suvi ta'minotida noqonuniy xatti-harakatlarga guvoh bo'lsangiz, 70 kodi bilan 189 07 07 raqamlariga, qolaversa 12 55 yagona kol markazimizga va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga obuna bo'lishingiz va murojaat qilishingizni so'rab qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.